alaykum. Uzoq yaqindan kelgan mehmonlar, mezbonlar, albatta xush kelibsizlar deymiz. Bugun sizlarni albatta xizmatingizda o'zimiz akajonimiz Oltaralik Sholboz xonanda Mirjalolbek Bozorov bo'lishadi. Mana bugun Rossiyaning Moskva poytaxti Lubyanka Politek institutida ish olib bormoqdamiz. Mana shu musofirlarimizga atalgan chiroyli bir qo'shiqlardan bahramand bo'lasizlar. Sizlar uchun Mirjalolbek Bozorov ustozimiz Abdujalil Qo'qorov qo'shiqlarini ijro etdi. Nigoh sevmay qoladi, sevgi nima bilmay qoladi. Goh sizga beparvo bo'lib, goh sizni qo'msab qoladi. Goh sizga beparvo bo'lib, goh o'zimni eslab qoladi. Men o'zimni tushunmayman, sizni qanday tushunay boru. Men o'zimni tushunmayman, sizni qanday tushunay boru. Siz güzelim uzoqdadir, sevgidan ham bizi qoladi. Siz güzelim uzoqdadir, sevgidan ham bizi qoladi. Mafsun qilsa meni boshqalar, ko'zlarimdan sezib olasiz. Maftun qilsa meni boshqalar, ko'zlarimdan sezib olasiz. Men o'zimni tushunmayman, sizni qanday tushunay boru. Men o'zimni tushunmayman.